Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Vision Times xəbər kanalı Uyğurlar hazır Xitay və Talibandan ibarət qoş təhdidə duch kelməkdə əsərlərlik maqala elan qılğan olub, maqalada Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministeri Salih Xudayer əpəndining Xitayning Taliban bilan hamkorlashishni ko'zlayotganligini, Taliban Afg'onistonni kontrol qilgandan keyin Xitoyning uni qonunliq e'tirof qilgan tunji davlat ekanligini aytganligini o'ttirg'a qo'ydi va yana Sharq Turkiston sürgündü hukumatining Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladigan demokratik usulda saylangan hukumat ekanligini, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning madaniyatini yo'q qilish maqsadida meni yuyish harakati olib berayotganligini, 2017 yildan e'tiboran Beyjingning Sharq Turkistonda 1200 dan ortiq jazo lagerlarini qurganligini, jazo lagerlaridan qutulib chiqqanlarning guvohligiga qaraganda Xitoyning jazo lagerlarida bosqinchilik qilish, qiynash, qul qilish, organlarni sug'urib olishda qabih qilmishlarni yurgizganligini, Salih Xudayer әпәнденең Breitbart xabar kanalı bilan o'tkazgan suhbatida Xitoyning Taliban bilan jiddiy bir shaklda hamkorlik munosabati o'rnatishning maqsadining Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishini o'ngishli yurgizish uchun ekanligini, Xitoyning trillion dollarlik bir balvoq bir yo'l qurilishining port, temir yo'llarga o'xshash qurilishlarni yasab dunyoga kengayishni maqsad qilganligini, Xitoyning Pokistonning Balojistondagi Gwadar portida dengiz armiyasi bazasini qurish sababining Paris qo'ltig'idagi mavjudligini saqlash ekanligini, Onun üstüge Taşqurg'ondami aerodrom qurib bu maqsadiga yetishga tirishayotganligini, Moldaviya va boshqa joylarda radar bekiti qurganlikdan Xitoyning aniqlab to'rini keng yayganligini, Talibanning hokimiyatni qo'g'dishi uchun xalqni baxtiyor yashatishi, davlatni taraqqiy qildirishi, ichki urushning oldini olishda Xitoyning iqtisodiy yordamiga muhtoj bo'lganligini, garchi Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan taqdirda Talibanning Xitoy bilan munosabatini uzmaganligini, Talibanning Xitoyning ichki ishiga aralashishni xohlamaydiganligini aytib, Uyg'urlarning zulmiga ko'z yumayotganligini ifodalaydiganligini, Xitoyning Uyg'urlarni dunyoga terrorchi qilib tunutish maqsadida Talibanning qo'lidagi Uyg'ur jihodchilarini Beyjingning barliqqa keltirganligini, bu jihodchilarning Xitoy ularga ehtiyoj bo'lgan muddat ichida mavjud bo'lganligini, agar Xitoy xohlasa bir kechada qurolsizlantiradiganligini, bu jihatçilarning uzun yillardan beri Talibanға bağlanganligiga qasam qilganligini, Talibanlarni musulmonlarning diniy doisi sifatida ko'radiganligini, shunga Talibanға itoat qilishi lozimligini, Talibanning yukselishining Xitoy uchun bir ne'mat, dunyo uchun bir tahdid elib kelganligini aytganligini bayon qildi va yana Afg'onistondagi Uyg'urlarning Xitoy va Talibandan iborat qo'sh tahdidga uchrayotganligini ta'kidladi. Yangi Delhining Javaharlar Nehru universitetidagi Xitoy tadqiqotchi professor Sirikanis Kondayalli Epoch Times'ga Xitoyning Taliban bilan 1970 yillardan boshlab munosabat o'rnatib kelganligini, Xitoyning Sharq Turkiston va yaqin atrofdagi mujohidlarga boshqarilgan bomba qatorliq qurollar bilan ta'minlaganligini, 11 sentabrdan keyin Xitoy Taliban va ba'zi tashkilotlar bilan aloqasini uzmaganligini aytdi. Siyosiy analizchi Berli Jardinning deyishicha, Xitoy bilan Talibanning hamkorlik o'rnatishi Afg'onistonda yashaydigan Uyg'urlar uchun tahdid elib keladigan bo'lib, Taliban Beyjingni Uyg'urlarni tutish va qaytarishga qulaylik bo'lgan kimlik bilan ta'minlay oladi ekan. Germaniyadagi inson haqlari faoliyatchilari S&A Little and Huge Boss qatorliq 5 shirkatning ustidan Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanganlik uchun da'vo ochdi. Yevropa asosiy qonun va inson haqlari markazi ochiq manbalik bir tekshirishni qanot yaydirgandan keyin Aldi Nord va Aldi Süddan iborat ikki cho'ng tanlov bozoriga qarata da'vo ochganligini bildirdi. Yevropa asosiy qonun va inson haqlari markazidagi Miriam Sigmas inson haqlari dafsanchiligiga oid aniq dalil isbotga erishishning ta'sirligini, ammo təftişning yaqindan qarab chiqish imkoniyatining borligini, savdo munosabatining xalqaro jinoyatlarning sodir qilinishiga yordam berishning vositasi emasligini, bu 5 shirkatni ta'minlagan zavodlarning xalqqa ochiq va ya o'zlari xohlagan holda Sharq Turkistondagi majburiy emgakdan foydalanadiganligini, bu texi muzdog'ning uchish ekanligini va buning texmi keng sistemlik masalalarning misoli ekanligini, yer shari ishlab chiqarishidagi Xitoy ta'minlaydigan 20% paxtaning 80%ning Sharq Turkistondan chiqadiganligi
Buning nurg'un shirkatlarning ishlab chiqarish manbasining Sharq Turkistondagi majburiy emgakka tayinganligining sababi ekanligini aytdi. Uniqlo, H&M, Nike, Adidas qatorliq dаңlıq markalar o'tgan yili Sharq Turkistondan paxta importini cheklash orqali boyqush chaqiriqlarga yetakchilik qilgan. Yevropa asosiy qonun va inson haqlari markazining bu harakati Fransiyadagi mushuningga o'xshash harakatga ergashadi. Xitoyning dаңlıq markasi Luhan, Shveysariyaning dаңlıq soat markasi Audemars Piguet'ning bosh ijroiya amaldori torda tarqatilgan bir videoda Tayvanni ultra zamonaviy yuqori texnikalik davlat deb ataganlik uchun Audemars Piguet'dan aloqasini uzgan. Lu 2018 yildan boshlab Audemars Piguet'ning elchisi bo'lgan. Uning studiyasi e'lon qilgan bayonotda u va uning guruhidagi soat markasini xitoycha va inglizcha kechirim so'rashga chaqirib, davlat manfaati hammadan ustun. Luhan va uning studiyasi davlatning zamin butunligi va egalik huquqini qo'g'daydi degan. Ammo shirkat bilan kelishim hosil qilolmagan. Bu sababdan Lu munosabatni uzgan. Audemars Piguet payshanba kuni Weibo'da Xitoycha biz yaqinqi xato bayonotdan kechirim so'raymiz. Audemars Piguet azaldan Xitoyning bir davlat prinsipida ching turadi. Xitoy davlatining egalik huquqi va zamin butunligini qat'iy qo'g'daydi dedi. Mart oyida 30 dan ortiq Xitoy cho'lponlari Nike, Adidas, H&M qatorliq markalar Sharq Turkistondagi Uyg'ur majburiy emgaki tufaylidan Sharq Turkistondagi kirgiziladigan paxtaning qo'llanilishini boyqotgandan keyin bu markalar bilan aloqasini uzgan. Vatanni ozod qilishdan erishgan savob nafli ramzon va nafli namozdan erishgan savobdan ming hassa ustundir. Chunki vatan uchun kurash qilish shu davlat ichida yashagan insonlarning dinini, milini, izzat obro'yini, dinini qo'g'dash uchun bo'ladi. Namoz va ramzon shu shaxsning o'ziga oid bo'ladi. Vatanni qutqizish shu vatanning har bir fuqarosi ado qilishga tegishli bo'lgan mushkul va sharafli vazifa. Eng avval ishonchni, undan irodani, jasoratni talab qiladi. Qulluqqa mahkum bo'lma, dushmaningni yang. Xalqingni baxtiyor, Allohni rozi qil. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.